Hammangizga assalomu alaykum do'stlar. Sizlar bilan men Jiko. Bugungi video roligimizda biz sizlar bilan har doimgidek o'zimizning ishlarimizni qilamiz. Oldingi safar yaxshi ishlagan ekanman. Mana menda 1 stak emerald bilan 2 stak diamond bor. O'zimizning ishlarimizni qilamiz. Xo'sh. Har doimgidek bizning qishlog'imizda yangiliklar bo'lib turadi. Ya'ni har kuni qanaqadir g'alati narsalar bo'ladi. Bu nima bu? Sotuvchimi? Qanaqadir jodugarnimi? Xo'sh, bilmadim. Qaytib chiqamiz qaytadan. Safar 19 chiqamiz. Sabzi juda ham foydali. Bo'yin o'stiradi deyishadi, lekin bilmadim. Bugungi foyda yaxshi bo'ldi, mana ko'rishingiz mumkin. Bunga olib kirib sandiqqa qo'yamiz. Meni chaqirgan. Xo'sh, qishloqda nima gaplar? Bilmadim, bu kim qurgan va kim kelgan. O'zim birinchi marta ko'rishim. Va bu oynalar qora, berkitilgan, g'alati, bu tabutga turgan ekan. Oppoq voy, nimaga? Nimaga? Yaxshimisan? Ha, men yaxshiman. O'zing qalaysan? Qishloqda yangiliklar. Bilmadim. G'alati magazin qurilibdi. Magazinmi? Men g'alati qanaqadir keldimi deb o'ylagandim. Yo'q, men seni chaqirgandi. Har doim qilaman. Mana omad ishlaringga bugungi. Rahmat. Gravier. Rahmat. Assalomu alaykum, ser. Yaxshimisiz? Serdim men. Yaxshimisan? Jiko, yorar ekan. Men chaqirtirganimdek. Bugun seni oyligingni berishim kerak. Esimda berasizmi? Bu oyda juda ham yaxshi ishlaring. Rahmat. Undama olaqol. Rahmat men. Arzimaydi, borishingni qil. Aytgancha, mer bu kimni uyi? Sotib opaqoy aytishicha, bu yerga qanday magazin qurilganmish. Meni ham xabarim bor. Endi bu magazinga sen kirishing kerak. Mayli, mana shu bergan pullaringizga xudo xolasa narsa qilamanda, nima qilamiz? Omad ishlaringga bugungi. Rahmat sizga ham. Do'stlar, hozir men aytganidek biz bu magazinni tekshirib ko'ramiz. Opaqoy. Men bilan kirsammi? Yo'q, uzoq. Bo'pti. Sotuvchi Zijil. Salom Zijil, sotuvchi Zijil. Yaxshimisan, Jiko? Meni qatdan taniysan? Kecha merdan bu yerda sotib olgansan. Endi hamma qishloqdagi odamlarni ismini bilib oldim. Rahmat. Sen youtubersan? Albatta, qishloqda yagona youtuberman. Omad ishlaringga. Xo'p, men sotuvchi Zijilman. Do'kondagi xohlagan narsangni sotib olish arzon narxlarda. Mayli, bir ko'rib ko'rsam bo'ladi. Bemalol kirib ko'rar. Xo'sh, omad. Wow, chiroyli. Menimcha har xil bloklar. Yaxshi, rang-barang ovqatlar. Wow, menga juda kerak bo'lganda ko'ramiz. Narxiga qarab. Instrumentlar. Wow, hamma yoq to'la-ku. Demak, menga ovqat kerak. Stek. Bir stak stek. O'qivoli. Stek. Bir stak steknish bu. Bir stak. 35 ta emerald turadi. Yaxshi, mayli, men senga 30 ta emerald beraman hozir. Bo'ladi. Mana senga 30
35 emerald, ishlaringga omad, mendan esa bir tekstil. O'zimga bir tekstil olaman. Mana, rahmat bu steklar uchun. Pul uchun ham rahmat. Omad ishlaring. Okey. Xo'sh, bir tekstil pishgani. Bu degani yaxshi degani do'stlar. Xo'sh, endi merning yoniga borib, bu ish bo'lgan gaplarni hammasini aytib bermasam bo'lmaydi, chunki u ham xabardor bo'lishi kerak. Merning videolarda uni qilishim ham mumkin. Xo'sh, mer kirsam qanaqa so'rab o'taymi? Ular hazil kiradi. Bu anaqada bordim va siz bergan pulga bir stek oldim. Gapga aytdi. Xo'sh. U mana bunday dedi. 35 emerald turar ekan, men shu emerald oldim va u ham odamlarning ismini bilgan ekan. Va u yerni sizdan sotib olgan ekan. Qanchaga sir bo'lmasa? 1000 emerald. Shu bo'yni 1000 emerald o'tdingizmi? Bilasan-ku meni. Aha. Omad senga, Jiko. Omad ham mer. Короче, xo'sh, yerda biz mening aytganimni qildik va narsalar qurdik. O'zimni pulimni va ovqatimni olaman. Короче, hammaga xayrli tong. Sizlar bilan men Jiko bo'ldim. Keyingi videolarda ko'rishguncha